qiyini achishadi, og'riydi, shunisi qiyin. Men narsa yasashga qiziqaman ko'proq. Bo'sh vaqtimda narsa yasayman. Keyin matematikaga qiziqaman. Hozir endi issiqda qiynanyapman. Ko'payib ketgan. Endi hozir asosiysi qo'lim oradan operatsiya qilib ochilib kelishim kerak. Eng qiyini achishadi, og'riydi, shunisi qiyin. Vannaga tushganda yig'layman, achishganda. Keyin issiqqa chiqolmayman, salqinda yurishim kerak. Yozda ko'payib ketadi. Bu bo'limga kelib ancha hamma yo'g'im yaxshi bo'ldi. Hozir menga shu qo'limni ochilishi kerak. Qo'limni ochishda o'zinglar yordamlar berishini so'rayman. Iltimos sizlardan.